Mana birodarlar, haqiqiy optim joyidan bo'lsa, mana optim joyidan so'raganlarga akalar, narxi juda ham arzonlaridan mana. Birodarlar, endi ikkinchi partiyamizga soni ko'proq mana. Kashtanlar yo'g'on variantidan akalar. Bular endi birinchi partiyamiz ko'rdilaringiz, birinchi qoringa. Bular ikkinchi, uchinchi qoringa ekan. Bizga ena bola qo'ylarimizdan. Nechta ena bor edi Oltinboy aka? 16 ta ena, 16 ta bola bor. Aha, undan tashqari to'qli so'liqlarimiz ham bor. Hozir to'qli so'liqlarimiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar hamda YouTube foydalanuvchilari va Yakatda Uz kanalining ashaddiy obunachilari. Mana bugun 22-iyul noyabr hafta kuniga akalar shanba Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani avval qishlog'ida biz akalar Oltinboy akamizni qo'rasiga kelganmiz. Bu yerda ko'rib turibsizlar, soni jihatdan ancha-muncha qo'yib turishdi, belini bukib qo'yadigan darajada qo'ylari bor. Ya'ni hozir bu tomonda kashtallari, bu tomonda sariq o'ylari, bular bo'g'oz so'li qo'ylarimiz hamda tashqarida oldi tug'ib olgan ena bolalaridan ham bor. Narxlar maksimal darajada eng arzon narxda e'lon qilinadi. Sababi buni sotib, ular bitta joyi bor ekan, shu yerga berilar ekan akalar. Telefon qilsalaring qayerga berilishini agarcha qiziqqanlar bo'lsa, realni aytiladi akalar. Ular narxni arzon qilib, imkon darajasida atrofdan ham kerak bo'lsa 200 ming, 300 ming arzon qo'yamiz dedi. Hozir maslahatlashdik video ortida. Xudo xolasa sizlarga birma-bir obzor qilishni boshlaymiz. Birinchisiga mana sariqlar chiqaramiz, ikkinchisiga kashtanlar, uchinchisiga to'qli so'liqlar hamda ena bola qo'ylarimizni ko'rsatamiz. Laklarni bosib beringlar, iltimos qilib qolaman. Nimaga sababi o'ziga yarasha sabab bor ekan akalar. Qani bo'lmasa bizdan yorolashmanglar, biz videorolikni boshladik akalar. Mana birodarlar, haqiqiy optim joyidan bo'lsa, mana optim joyidan so'raganlarga akalar, narxi juda ham arzonlaridan mana. Hammasi bularda eng qizig'i sariqlarini hammasi ikki tishdan ekan jonivorlarni. Ha, Oltinboy aka, hammasi ikki tishdan bular. Hammasi ikki tish. Hammasi ikki tish. 40 nechta dedingiz? 43 ta. 43 bosh akalar mana. Birinchi qoringa inshaalloh tug'ib beradigan variantlaridan. Ancha-munchasi tish buzmagan bo'lishi ham mumkin. Ha, qo'zi bo'lishi ham mumkin. To'qli deganimiz akalar mana. Jonivorlarni qaranglar akalar. Ranglari tiniq, dumbalarini qaranglar, hammasini mashalloh. Videoni boshidan tavsiya qilaman akalar. Zudlik bilan oboradigan joyi. Narxlari ham o'ta ham go'zal akalar. Atrofdan shu 300 ming, 400 ming arzon bo'lmasa qo'ymaymiz dedi. Hozir video ortida gaplashib akalar narxini kelishildi xullas. Gapni ochiqroq qilib aytganda. Aql o'tkazmas ekansizlar, changib ketyapti. Mana yoqqa o'tkazinglar chiqani. Bular Qirg'iztonniki, Oltinboy aka? 100 ga 100. 100 ga 100 Qirg'iztonniki ekan akalar. Qaytdiki Qirg'iziston qaytdiki bular? Bu aka nimadan Talasdan kelgan ekan. Qirg'iziston Talasdi qo'ylari akalar. Bo'ylari 85 plus minusga beriladi akalar. Bo'yi muhim emas aka, jahoshishi. Lekin sifatini qaranglar akalar. Oq bet, xudo xolasa bundan tushadigan qo'zilar ham inshaalloh yaxshi narsalar bo'lib tushadi. Qaytarinchi baqa ana qo'ylar akalar. Olibdalari. Bularda bir joyga bahosi Oltinboy aka nech puldan qo'yamiz aka? 6 milliondan qo'yamiz. Og'iz bilan ayting obunachilarimizga aka. 6 milliondan qo'yamiz aka. 6 million so'mdan akalar ko'tarib olganga hammasi ikki tish xudo xolasa. Tushyormagani ham bor deyapti, lekin 4 tishi yo'q buni ichida aka. Ha, yo'q bo'lsa qolaveradi aka. Bo'lsa qolaverar ekan akalar, lekin 4 tishi ham, misol mabodo chiqib qolsa ham akalar ikkinchi qoringa bo'ladi. Lekin qo'ylarda rang ro'ylari tiniq. O'zi quyoshda syomka qilishimiz kerak edi, quyoshimiz ham kirib ketib qolyapti mana. Ishqibozlarga tavsiya qilamiz. Endi bitta ikkita olaman deganchi. Bitta ikkitaga aka ko'proq mana shuni optimga qo'ydik aka. Bitta ikkitaga plus minus gaplashiladi aka. Holatiga qarab, lekin optimga qo'yildi bu seni. Gap yo'q, akalar. Zarurat bo'lgani uchun sotilyapti. Aloqaga chiqaverasizlar, pul nihoyatda ham o'ta ham zaril zudlik bilan sotish kerak ekan mana shu qo'ylarni. Beriladigan joyi bor ekan. Beriladigan joyini videoda aytsak hozir har xil negativchilar ko'payib ketishi mumkin. Endi shu qoladi nima qilmaganlaring deb. Yaxshilik ekan. Rosa ham qiziqqanlar bo'lsa, mana telefon qilsalaring, xudo xolasa, o'zlaringga aytaveradi. Hozir videoda aytsak ko'pchilik har xil gap so'z bo'lishi mumkin. Lekin imkon darajasida maksimalni arzon qo'yilyapti mana akalar. 6 million so'mdan tortishib olib faqat 100 ming o'tib bering, 50 ming o'tib bering bas akalar. Realda narxi 6 million so'mdan hammasini bir joyga olaman degan odamga yana ozmaz ustida kelishasizlar. Aloqaga chiqaverasizlar, endi kashtan o'ylarimizni olib chiqib ko'rsatamiz. Birodarlar, endi ikkinchi partiyamizga soni ko'proq mana. Kashtanlar yo'g'on variantidan akalar. Bular endi
Birinchi partiyamiz ko'rdilaringiz, birinchi qoringa. Bular ikkinchi, uchinchi qoringa ekan mana. Soni nechta bitta Oltinboy aka? 86 ta aka. 86 bosh akalar mana. Haqiqiy Qirg'izistonning qo'ylari akalar. Yet boshlarini qaranglar. Bu qaytdiki bu Qirg'iziston. Jalolobod aka. Jallobodniki mana akalar. Bo'ylari 80-85 shuni atrofida akalar. Yemoq-ichmoqlari, sog'liqlari joyida. Batga kelganiga qancha bo'ldi aka? 15 kun bo'ldimi? Shunaqa aka. Qancha bo'ldi? 15 kun plus minus shuni ag'bag'da ekan. Hammasi naqd bo'g'ozga beramiz, Oltinboy aka. Naqd bo'g'ozga beramiz aka. Bu bir qo'ra, bir yen aka. Sarig'am bitta mashlar bilan birga kelgan. Billa kelgan aka. Lekin u boshqa joydan kelgan ekan. U boshqa joydan Talasdiki. Bular Jallobodniki akalar. Mana qaranglar. Yelin solib akalar mana shunday qorin tashab bor. Yaqin bo'g'oz desak adashmagan bo'lamiz akalar. Agar ahli yetganlar bo'lsa ustiga kelib birma-bir tekshirib ham olib ketaverasizlar akalar. Lekin shuni bir joyga tavsiya qilamiz akalar. 80 nechta dedingiz? 86. 86 bosh akalar. Hammasini ushlab ko'rsatamiz desak, u qorong'i tushib qoladi. O'zi qorong'i ham tushib qolaman deyapti. Hozir bularda narxini nima deymiz endi aka? Narigilarda mana chiroyli qo'yildi aka, xudo xolasa inshaalloh. Bularni ham Oltinboy aka chiroyli qilib ayting o'zingiz aka. Bo'ldi aka. Men endi aka oshcha maqtab buni o'pirtirman aka. Yo'q. Siz obunachilaringizga Ha. siz mana shunda ko'rib turibsiz-da o'shalar uchun. Xullas video ortida kelishdik aka bilan, gapni ochig'ini aytib qo'ya qolaylik. Dangali 62 dan bo'lsa beramiz deyapti. Haligi chiqib olib 100 ming o'tib 200 ming o'tdim, 300 ming qo'shib berasizmi? Unaqa emas akalar. 6 million 200 ming so'mdan ko'tarib olganga hammasini bir joyga mana berilarkan akalar. O'shunda xudo xolasa atrofdan arzon bo'ladi. Atrofdan arzon bo'ladi. Bemalol solishtirib akalar qo'ydi, ko'rib ketishinglar mumkin. Ma'qul kelmasa akalar olib ketmasalaring ham mayli. Lekin bilgan odamga xudo xolasa narxi juda ham arzon bo'ldi. Maqsad bitta sotish. Chiqib olib anaqa tarmoqlarda uni ko'tini ko'ylab, buni ko'tini unaqa emas akalar. Srochniy sotish kerak, tamom, ishni bitirish kerak ekan bu akalar. Aloqaga chiqaverasizlar akalar. Endi ena bola qo'ylarimiz hamda to'qli so'liqlar bor ekan, shular ko'rsatamiz. Mana endi bu partiyamizga ena bola qo'ylarimizdan. Nechta ena bor edi Oltinboy aka? 16 ta ena, 16 ta bola bor. Aha, undan tashqari to'qli so'liqlarimiz ham bor. Hozir to'qli so'liqlarimiz necha oylik atrofida soni nechta edi? To'qli so'liqlarimiz 23 dona. Mana to'qli so'liq akalar, mana ketdi bittasi, ikkita, uchta, bo'g'ozu, mana 3 ta. Ular to'qli so'liqlar 20 nechta dedingiz? 3 ta. 23 dona to'qli so'lig'imizdan ham bor. Buni ajratib yotmadik akalar, qo'ylar xudo xolasa qo'y qilib olaman deganga, xohlovchilarga to'qli so'liqlar, xohlovchilarga yonida bolalari bor, naqd akalar ena bola qo'ylarimiz. 16 ta ena bolamiz bor, qolgan 23 tasi to'qli so'liq. Endi ana sariqlarda akalar bo'g'oz so'liqlarimiz qo'shilib oldi. Birinchi partiyamizdan. Videoda sariqlar ham bor edi desalaring, ular bo'g'oz akalar. To'g'rimi? O'shani aytib qo'yaylik. O'sha ikki tishlardan o'tib ketdi. Ha, ikki tishlardan bu tomonga o'tib ketdi. Bollarini qaranglar akalar, nihoyatda chiroyli beribdi. Faqat usti chang bo'lib, aytda turpoqda o'ynashyapti ekan, ular zicha ustilari chang bo'lib qoldi. Lekin pardozandozini qilsa toza, nihoyatda chiroyli qo'ylar. Endi Oltinboyga bu tomonga haydasangiz. Ena bola qo'ylarimizni yoshlari qanaqa aka? Yoshlari 4-6 tish aka. Ikkinchi, uchinchi qorin. Bu ko'kshi ikki tishlari ham bor ekan. Ha, tuqqanlarning ichida-ya? Ha. Bo'ylari o'rtacha 80-85 shuni atrofida akalar. Endi to'g'risi bola boqqan ariqroq to'g'risi. Ha? Bola boqqanligi uchun ariqroq. Ha. To'g'risini aytish kerak. Bolalari ham o'sha 1 oylik plus minus olib qopti. Mana o'zi xolis ko'rib turibsiz. Mana shular 1 oylik plus akalar, mana kattasi. Mana ko'kam o'sha 1 oylikka yaqinlashyapti, xudo xolasa. Lekin to'liq 1 oylik emas, shu ko'kam. To'g'ri emas ekan. To'liq emas. Qo'ylar mana boricha ko'rib turibsizlar akalar. Ustiga kelsalar ham maza qilib ko'rasizlar akalar. Yoqtirgan so'liqda, misol uchun, bola olasalar, bolasi bilan olib ketaverasizlar akalar. Maqsad sotish. Oltinboyga bular nima deysiz endi aka? So'liqlarni aka 7 milliondan chiqaraylik. Ena bolalar. Ena bolalar. Xo'p. Chipcha xayr qilib berasiz. Ha, so'raganga aka, optimga-da endi bizda bitta ikkita qilish sal nima to'g'ri kelmaydi. Tanlab olishga kelishimlari. Ena bolalar. 7 million so'mdan demak akalar kami bor. Xo'p, to'qli so'liqlarni-chi? 23 dan. 23 dan aka 4 milliondan aka. Necha oylik ular? Aka mana ko'rib turibsiz o'zingiz.
Bozordan ancha arzon mana shu to'g'lilar. Xudo xolasa. Bozordan ancha arzon bo'ldi akalar. 4 million so'm uni ham xayri bor akalar. Picha xayri bor. Ana to'qli so'liqlar ketdi. Ashlarni to'qla. Xuddi o'zi. Yo'q. 23 tani 4 milliondan xayri bor, ena bolalarni 7 million so'mdan xayri bor. Aloqaga chiqaverasizlar ishqibozlar akalar. Hammaga omad, bizga ham yiroqlashmanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.